Samolyotni porshini olib kelishgan bizga. Porshini palisi mana shu joyi yeyilib ketgan ekan. Hozir buni shu joyini shlifovka qilib berishimiz kerak. Bu porshin samolyotniki deb hazillashdim. Nimanikiligini kim bilsa kommentariyga yozib qo'ysanglar, bilmaydiganlarga foydali ma'lumot bo'ladi. Bilganlar bo'lsa kommentariyga yozib qo'yasizlar. Yana bitta ma'lumot bor. Bizga o'xshagan shlifovchilar bo'lsa bilishadi. Kolenvaldan ko'ra buni qilish bizga qiyinroq, ko'p vaqt oladi. Ko'rgan odam to'g'rigina val shunday shlifovka qo'yadi bo'ldi degan fikrda keladi ko'pchilik klientlar, lekin bu noto'g'ri fikr. Bizga bu qiyinroq bo'ladi. Buni konusini 00 qilib chiqarib berish, konus qilmasdan chiqarib berish qiyinroq bo'ladi, ko'proq vaqt oladi. Undan ko'ra bizga kolenval qilgan oson bo'ladi ancha. Tayyor bo'ldi. Tozalab chiqarib oldik. Anaqa virbatkasi qolmadi, yeyilgan joyi. Konuslari ham 00 bo'lgan. Videoga olganda sal tushunarliroq bo'lishi uchun, sizlarga ko'rsatish uchun shunaqa ko'rsatmoqchiman. Bu tarafni mana razmer qo'yganmiz. Bu tarafga ham xuddi shunaqa tushadi, mana. 00.